Halovati bor ayol baxtli, puli bor emas. Bitta boy ayol konsultatsiyamga keldilarda, boy deganda uy-joy, mashina, hamma yog'i yaxshi, joyida. Eri bilan munosabati ham yaxshi, farzandlari bilan umuman oilaviy baxtli, o'ta boy ayol. Shu ayol meni konsultatsiyamga kelib savol beryaptilar. Navol opa, boyman, hamma yog'im yaxshi, joyida, lekin nimagadir qalbim og'riydi, nimagadir qalbim o'zidan o'zi siqiladi, halovatim yo'q deyaptilar. Shunda men u ayolga nima yetishmayotganini aniq bilib, Allohga yaqin bo'lish kerak, ibodatlarni mustahkam qilish kerak desam, yo'q Navol opa, men hali bu narsaga tayyor emasman. Yo'q, men keyinroq shu narsalarni qilaman dedilar. Men to'g'risi qalbim muzladi shu narsada. Ba'zi ayollar shu oilani, shu ayolda oilasini, umuman hayotini orzu qiladi. Shu to'kis hayotda. Lekin bitta narsaki, sizda bor narsa bu ayolda yo'q. Ana o'sha halovat yo'q. Ayol kishi qachon halovatli bo'lsa, halovati joyida bo'lsa, qalbi taskinda bo'lsa, shunda baxtli bo'ladi. Halovati bor ayol baxtli, puli bor emas.